Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana yana o'sha o'zimiz boqachalar o'tlarini solib qarov yana boshlandi. Bugun 29-dekabr. Mollar xudo xolasa o'zimiz sinovdan o'tdi. Mana 6-5-kun. Zo'r mollar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana qolgan mollarimiz ag'da sar nimada yotishibdi panada. Mollar xudo xolasa zo'r, birorta kasali yo'q. Holatlari vobshe chotki. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari keladigan bo'lsak 17 milliondan 22 milliongacha.